Assalomu alaykum. Xorazm bo'ylab kanalimizga hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari va mustabizallimizda yana men sizlar bilan Xudo shukrat. Bugun ham bir foydali o'zlaringizga kerakli manfaatli videolardan birini qilamiz. Bugungi manzilimiz Xorazm viloyati Shovot tumani Shovot Pir Dehqon bozorida sizlarga bugun Xudo xolasa go'sht narxlarini ko'rsatamiz. Shu yerdan bir chekkadan ketamiz. Bugun 1-aprel. Nasib etsa sizlardan Xorazm bo'ylab podpisatsiya bosib qo'ying. Narx-navo o'zgarganmi, o'zgarmaganmi 1-apreldan ko'rib qolaverasizlar. Обязательно like'larni bosib qo'yinglar. Tomosha qilaverasizlar. Bu markaziy Dehqon bozor Shovotni kelaverasizlar. Og'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jallomisiz? Tuyoq qancha so'm bo'ldi? Tuyoqlar 50 ming so'm, 40 ming so'm, 35 ming so'm. Yetaveradi-ang. Qarallaring. Zo'r 50 ming so'm bo'lib turibdi. Ortiqlar qarallar. Qarinlar 30 ming so'mdan kilosi. 30 ming so'mdan. O'pkaga o'n bor-ku, ang? Kelgan bor. Ijollancha so'm bo'ldi? 65 ming so'm. 65 ming so'm, ang. Zakaz ham olasizlar. Zakazam Telefon nomer? 99 dan 554 2604. Yana, bemalol telefonlashamiz. Savdolar bo'laversin. Go'shtlar necha so'm ekan? Assalomu alaykum. Ha? 120 ang. Ijollang. 65. Yulikli singaklar. 100. Go'shi bilan 100 dan ekan. Yog'lar necha so'm? 50 ming. Öküz go'shi hang. Yana. Bemalol kelaverasizlar. Mesaj shu yerda. Xudo xolasa. Bu yerda mena savdo hujundan yetib turibdi. Assalomu alaykum. Farmonlar savdolar bo'laversin. Jallamizlar. So'rang. Yana. Nechek baholar yaxshimi go'shtni? Yana. Hamisha ekan, molam arzon emas. Necha so'm bo'ldi og'a go'sht? Yemni o'zi 100 so'm. 125 ay. Yemni o'zi. Qo'rg'alar necha so'm? Qo'rg'alar 110 ming so'm. 110 ming so'm ay. Yulik singaklar necha so'm? 80 ming so'm. 80 ming so'm ay. Yetadigan yeri mesaj yo'rda. Yog'lar necha so'm? 50 ming so'm, 40 ming so'm ay. Öküz go'shi. Öküz go'shi ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa 1-aprelda yana o'zgarishlar plastik ham urtibdilar yana. Yuraverasizlar. Xudo xolasa. Metan zapravkalar guruh plastik-ku. Ozanda 200 metandan ololmadim dashim. Lekin iloji boricha net qo'shish savdolar bo'laversin. Bedan boyna. Assalomu alaykumlar. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Amazag'ina. Harman. Jallomisiz? Sog'liklar yaxshimi? Harman. Go'sht necha so'm bo'ldi? 125 ay. Ko'pragasa kelishadi yaxshi kunlar ay. Qarakasak go'shtina. Go'sat qolishi ko'proq oldi, tushirmayradim. Yog'lancha so'm? Yog'lar 50 ming so'mdan biri. 50 ming so'm. Yulik singaklaring? 70, 70-80. 80. Bundan ham qaytib beraman, 110 dan beraman. 110 dan ay. Qaytaladi yaxshi kunlar, to'g'rimi? Telefon nomeri ayting. 99 775 80 71 yana. Bemalol telefonlashaverasizlar, kelaverasizlar. Talab bo'laversa og'a. Yana. Bu yerdan necha so'm ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Harman. Hamma sog'ina. Necha so'm bo'ldi go'shtlar? Arzonmi, qimmatmi? 125 ay. Mola qarab, molni ko'ribsizlar. Yo'llari, Ava, necha so'm yo'llar? 125 so'm. 120. Yulik singaklar necha so'm? Yo'llar 40, 50 har xil suyakini. 40-50 gitavering. Yog'lar necha so'm bo'ldi? Yog'lar 60 ming so'm. 60 ming so'm. So'm go'sht necha so'm? So'm go'sht 150 bo'ladi. 150 ming so'm go'sht, ay. 150 ming so'm yana so'm go'sht. Qur lahmat kesib beradi. Ijazat. Ijazat chiqarib bersangiz ish qoladi. Bu yechimiz yo'q, chiqdi arq do'konda. Arqa do'konda. Do'kon qayerda? Svetoforda. Svetoforda. Boraverasizlar bemalol. Nelar ham necha so'm? Yureklarini, Bo'raklar necha so'm? yureklarni kelishib beramiz bular. Gelish. Mesda sho'da axir. Kelaveradilar. Yaxshi savdolar bo'laversin. Yaxshi. Bu yerda meni go'shtni zo'rlari. Qara kesak listam. Assalomu alaykumlar. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Go'sht necha so'm bo'ldi? 125 ay o'kizniki. Yo'llar necha so'm ekan? 125. 125. Yulik singaklar? Yulik 80 ming so'mdan bor. Yog'lar necha so'm bo'ldi? Yog' 60 ming so'm. 60 ming so'm. Kelaveradilar. Mesda shu yerda. Qalayerdan kesib berasiz. Laxm go'sht necha so'm? 150 ming so'm. 150 ming so'm laxm go'sht. Xudo xolasa savdolar bo'laversin. Deydi 115 deb yozib qo'yibdilar. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi go'sht? 115 dan oldim. 115. O'kiz go'shtimi nau? Qachar bang 115 ming so'm. Endi ko'p odamlar qachar go'sht yakadi, to'g'rimi? Yo, singulik sineklar necha so'm? 100 dan 100. Canang.
110'lar 115. 115 ha. Görüşten mi? Çeşdiniz. Son görüşürsen son beresiz. 150 ver. 150 beresiz. Tuyaklança son artılğalla. 40'dan. 40'dan. Gele verediler. Mesaj şöyle. Savdalar bola versin. Plastik hizmetlere mi bayına? Nasip et. Terminal mı? Hemen erse bu. Hemen öz bayına. Gele veresiz. Savdalar bola versin. Hoptum tuxumla babıyla yine. Görüşeceğiz mümkün. Ondan koy. Tıntıça somdan eken bular. Kaçı? 11 bin ne? Ama. Bu 7. Karop ya aşağıda ondan taklak koydu bay. Ondan alısı. Ama. Yine karan. Bunda 15 tane alık. Bu ne çözümü? Bası 17. Ama. Dükkançılara ondan kaç veremiz? Skitçede yine karan. Taza, konkret. Konkret dedi. Yine konkret dedi bu. Yine karan yine. 10 tane. Ama. Yine bir Çözümü tane. çözümü ondan asıl. 1100 sondan çıkıyordu. 1100 sondan. Eğer alaman dese kavallaşa veremiz. Benim al. Telefonunu ver aytın. Telefon numaralarımız 91'den Ama. 989 Ama. 0020. Yine benim al. Şavat boylak. Şavat boylap dostlar. Xorazm boylap. Xorazm boylap. Ha, Şavat emas. Xorazm. Xorazm boylap boradi. Ikkisi Kim de- bolaram? Meniki. Korobkasini çözüm buldu. Eng arzoni. Ulan 31 etip veremem. 31 ayın korobkası yine. Filekesini 31. Gelse Yine. veremem. 30 danası boy içinde. Gelişler. Yirmi iki. Çözüm olçadı. 1100'den bana haber tutma. Ama korobka içinden düşüp boradi. Karaptaki 33 oladı. 33 ay. Kaç 31'den beresiz. Ha. Telefonu öylese Abi dükkansılar. yoluna karab. Yetkazib beriladi. Hava. Ana. Ha şöyle bu. Verdiler. Benim ama yaxşı savdalar bo'laversa-qa? Yaxshi. Yaxshi. Qasi o'zgarmagan. Ko'rishingiz mumkin 42 ming so'm. Ketavergan. Hozirga uni ham ko'rsatib beramiz. Yaxshi. Qancha so'm bo'ldi paxta yog'log'i? 42. 42 ang. Daritallang. 48. 48. Chimishga yog'lar 5 litr. 100 olsun. 100 ang. 1 litrliklari 20'den başla. 20 dan boshlanadi yana. Kelaverasizda xudo xolasa. Mesda şöyle darvozadan girgan edi. Ko'rsatib o'tdik. Bir odam ko'p, bani giyim bozor, xudo xolasa talablaringizga binoan giyim bozoridan ham olamiz. Alloh xudo shukur desangizda bosib o'tamiz giyim bozoridan. Sizlar uchun syomka. Shuni ayting. Ha? Şaşıklar. Oldu kaç? Necha so'mdan? 6 bin so'm. Çay qo'shib berasiz ona? 12 pay bay. Go'sht variantini. Her xil shashliklar boyna. Bemalol kelaverasizda Dekkan bozorda. Kusoklar necha so'm? Ha? 20'den. 20 danmi? Mana. Kusoklar 20 dan. Kelaveradilar. Gel. O şahit ne etibdi-ku. Xudo xolasa. Hava. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Harman ishda buni. Chakka chukkalarim bor. Hava kusoshlikdan qo'ying endi bu ikkini. Mana. O'rdak go'shtindanmi? Zo'r oladan peydasi bor. Qo'yib bering ikkini. Versa. Kelaverasizda bizdan kelsa shu 12 boqang. 12. Yaxshiz raqamdan qo'ying buni. Qizarib turganini. Xudo xolasa kelaverasizda ishonchli. Men ko'p vaqtdan bana sho'rdan aytaman. Mana. Bemalol kelaverasizda deyir mestalar ichida o'tirib manzilda adashmanglar. Ikki bozorning o'rtaligi, bana meva-cheva bozor, bana giyim bozorina. Yana bemalol kelasiz. Bunda optim tovuqlar ham bor. Og'aylar bular hammasi. Ko'tayadon bor. Nasib etsa. Kelaverasizlar bemalol.